500 dollarga olaman. Berasan? Olib kelgan telefonni. Berasan 500 dollarga? Ha? Narxlagan telefon. Bo'ldi 500 dollar. Mana boshqa gaplashinglar. Qanaqa gaplashiladi? Bo'ldi, yur. Hormanglar bolalar, charchamayapsizlarmi? Telefon bo'yicha sizlar bilan gaplashuvmidik? Bo'ldi. Ko'rsak bo'ladimi? O'rinchi aka. Bitta telefonga necha kishi, 4 kishi bilan gaplashish kerak. Kim bilan gaplashing? Xotirami, sen o'zing gaplashib Nechalik aka? 256 talik aka. 256 talik necha yomkisi? 75 yomkisi. Xudo xolasa, nech pul bu? Aka mana buni qo'shib narxlaychi. Ikkalasini bitta narxli, aka sotasizlarmi yo prosta narx aytasizlarmi? Bo'ldi, ushlab turing mana buni. Sotamiz. Xudo xolasa, bunda ham chaqa-chuqalari bor ekanligi. Ikkalasini ham korobka dokumentlari bormi? Nechtalik bu? 64 talik aka, 78 yom. 64 ga 78 yomkisi. Bo'ldi, bering ikkalasini ham. Qimmatga oladi. Endi ikkita telefon qo'limda. Nech pul aka bo'ladigan? 600 aka. 600? 600 juda qimmat so'rasiz. 450 beraman. Aka, yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bu telefonni berib turing jigar. 450 beraman aka. Jigar telefon menga o'tib, men bilan gaplashing. Siz bilan gaplashish kerak bo'ldi. Nech pul aka? Dangal bola ekansiz. Mana 500 oling. Короче, uzog'i 500 beraman. 550 ga o'tdi jigar. Yo'q, aka 50 qo'shib berdim, 450 deb turgan joyimdan. Savdalashmisizmi aka? Savdalashib turib aka 50 qo'shib beryapman. O'tdi sizga jigar. O'tdimi? Bo'ldi, bering aka. Xudo xolis korobkalari bor, buni. Korobkalari bor. Pulni kimga sanash kerak? Kim bilan bay qildingiz? Bo'ldi. Bismillah. 1 2 3 4 5. Men prezident. Assalomu alaykum. Qo'nchi bola sizmisiz? Xuddi o'zi aka, qalaysiz? Ha, menman aka. Mana buni bitta narxlachi. Tinchlikmi aka? Tinchlik. Sansirab tashyapsiz. Nechtalik bu? Necha yomkisi aka? 10 ta sikil. Nech puli bu? 1300. 500 dollarga olaman. Berasan? Olib kelgan telefonni. Berasan 500 dollarga? Ha? Narxlagan telefon. Bo'ldi 500 dollar. Mana boshqa gaplashinglar. Qanaqa gaplashiladi? Bo'ldi, yur.